Endi dersimizin ikinci kısmından başlap davamlaştırımız ve meşq qilamiz. Yani aldınqı meşqde alıqlarını qısqacha tekrarlab o'tgan bo'ldik. Endi mana dersimizningki asli mazmuni hozir ishlaymiz. Yana başta ko'rsizlar mana bu Python program yozadigan bu programni qo'zg'atsak shunday bir oq ekran chiqadi. Bu zaten meşq debmiz. Qarang mana ko'rsizlar, birinchi nima meşq. Meşq mana bu bo'lmish. Endi biz maqsadimiz nima? Belki kunab qoldik endi. Asta bunda yozgan hujjatlarimizni saqlash uchun nima ish qilamiz? Nima qilamiz? Fayl deymiz, bir yangi hujjat ochaylik. Hujjat mana. Nima ish qilamiz bu yangi hujjatning maqsadi? Xalqlardan texmi ilgirlagan holda meşq qilamiz. Qarang, ekran kichik qiladi, chunki ekran bo'lgandan keyin mana bizningki maxsus ana ekranimiz program yozadigan yerimiz. Bu-chu sol tarafdagi natijalarni ko'radigan, meşq qiladigan, yozgan programımızdaki neticesini tekshiradigan yer. Emse qilaylik. Başta bir izohat berib qo'yaylik. Qaranglar, bu izohat mecbur emas shu. Ama bu yaxshi odat. Yozib qo'ysangiz keyin masalan bir yildan keyin ya da aslında programı unutib qolmaysizlar. Nimishqa shunday men yozgan edim deb sizlarcha bunda qarasanglar sizlarga xotirlatib qo'ydi, eslatib qo'ydi. Deymiz, halqalar deymiz. Deymiz, qancha bosqich bo'ldi endi? Halqalarningki ikkinchi bosqichi deydi mana. Ikkinchi bosqich deydi. Endi yana oddiy bir meşqni boshlaymiz. Qanday qadam-qadam ilgirlaymiz. Qadam-qadam ilgirlab tushunishga tirishimiz. Mana. Başta biz shunday bir xat yozib boqaylik. Qaranglar, Qashqar deb bu xatni ekranga yozib qo'yaylik. Qancha xat yozib buni? Deyki Qashqar deb men bu shu xatni to'g'ri 5 xat yozib boqay. Qaranglar mana, chapladim. 5 xatim shunday Qashqar degan xatni AQqa 5 qatim yumqurga yozgan bir program yozaylik deydi. Buni qanday yozamiz? Savol shu. Hozir ijro qilsak qanday ko'ramiz? Qanday ijro qilib boqaylik? Albatta, ijro qilishdan burun buni saqlashimiz kerak. Qanday saqlaymiz mana? Qaranglar. Deysizlar save mana. Ya saqlagan gibi inglizcha. Buni halqa documents keldimi? Documents degan hujjatlar degan xaltaga keldik. Bu yerda ism beraylik. Bayam qanchta halqa bir degan edi. Qaranglar mana ikkinchi halqa dedim. Mana cheket p yozib qo'ydim. Qo'ysam saqlandi. Cho'qim faraz qilib bo'ldingmi sizlar hozir? Masalan, bu ijro qilsak nima ko'ramiz? Nurg'un xato narsani ko'ramiz. Qaranglar, F5 xato ko'rsatadi. Deydi? Qaranglar, Qashqar deydi. Name Qashqar is not defined. Deydi-ki, bu Qashqar degan ism aniqlanamadi deydi. Tunutilmagan. Aslida uqtilar buni, chunki Pythonda bir o'zgaruvchini qanday tanitamiz? Cho'qim bir qimmat atgandan keyin, undan keyin buni tanitamiz. Buni biz yozaylik. Qaranglar mana. Print. Bunday qilay, mana. Mana qo'shtirnoq qilsam, rengi yeshil o'zgarib qoldi. Ko'klarmi yeshil rangga. Nimishqa? Chunki Pythonda qo'shtirnoqni ichiga olsak, bunu cümle olarak görüyordu. Ya ki İngilizce string deydi, söz, Türkçe söz dizimi deydi. Bizce bunu Uygurca cümle deydi, kısa bir cümle. Burada bu inavetlik boğan oldu. Bana biz şuna kılaydık, bu köçüle düşeceğim. Ben shift diyen tuşunu bastım, konupunu bisip, 10 terk etken konupunu çek batıma kıranda bana. Çektim, geldim, koyup verdim. Yani kontrol, Windows işletken bastığında bana kontrol diyen konupunu bistirip copy. Yani C degan knopkani bastım. Qaranglar, enter qildim. Qanday qildim mana? Ctrl V, 4, Ctrl V. Bo'ldi. Bundan gap, bunda bo'lsa 5 dona bu xatni ekranga bosaman degan bir bo'ldi. Macho, xato bo'lganini o'chirib buni. Saqlaylik. Mana Ctrl S saqladim. F5 ni chekim hozir. F5 mana. İnsanlar Qashqar deb chiqdi. Endi biz bir savol bor hozir. Maqi 5 qur yozdim.
5 qur hech qancha emas. Agar 10 qur yozmin degan bo'lsam-chi, 100 qur ya 1000 qur yozmin degan bo'lsa, o'tirib 1000 qur. Shuna Qashqar degan xatni yozamdi. Ya, bu bek toza aqlani bir programlama bo'lmadi. Chunki bunda hech kim bunda program yozmaydi. Bunda bo'lsa, so'rashinglar mumkin. Aslida bir usuli bormi? Albatta bor. Nima ish qilamiz? Halqa. Mayli siz Python'da program yozing, mayli Java'da, C++. Har qanday programlama dezing, halqa nəhayət mühim. Şu programlamaning muhim bir qismi. Chunki kompüter bir hisoblama yapgan vaqtida shu bir hisoblama üzerinde qanday devrilik shaklda hisoblab turib, uning natijasini hisob chiqarishga tirishadi. Mesela qalanlar, biz mushuni bir halqla yozib boqaylik qanday yozamiz. Masalan, for nima qilamiz? Bir o'zgarguvchi, xalqan bir o'zgarguvchi yozib boqaylik. Masalan, deyli, t deyli. Qanchalik in qaralar range deyli. Qaralar, bu yerda nima qilmoqchiman men? Range deyman, mesela 5 qitim xat yozmoqchi. Qaralar boshqa ijro qilib boqaylik. 5 deyli qo'shib ket. Urib etdim. Mana ichiga men yozib boqaylik. Maqatni nimizday Qashqar emas, Aqsu degan yozib boqay. Qaralar, qanday bir natija ko'ramiz. Mana Ctrl S save qilib etdim. F5 ko'rib boqaylik. Mana ko'rdinglarmi? Aqsu. Voy, bu yaxshi ish keldi bu. Qaranglar, men yozib boqaylik dedi. Mana 10 qilib boqaylik qani. Yana nima ish qilamiz? Ctrl S. Yana F5. Voy, to'qqizinchi. 1 2 3 to'g'ri 10 tani yozatdi. Qancha quruq xat bor, qancha qur buyruq bor bu yerda. Qaranglar, mana 2 qur. Meyadachi 5 qur. Agar 10 ni yozmasam 10 qur, 100 ni yozsam 100 qur. Deymiz. Bu nima ekan? Bu aslida bir programlama. Va asosan bu yozilgan bu hal qilish usuli emas deymiz. Shunga biz buni o'sha kompyuter deymiz sohasida biz buni to'g'ri javob deb qabul qilmaymiz. Qanday? Bu hech bir aqllarni hal qilish usuli emas. Bunday bo'lsa, biz mana darsda qaranglar, for degan jumlaning yana bir qo'llanishini o'rgandik. Agar shu yerga tin yazsam, qaranglar, ko'rib boqaylik nima ko'ramiz. Qaranglar, mana bir bo'sh qo'yib qo'yay, bo'sh o'rib qo'yib tin yozib boqay. Qaranglar, Ctrl yana S qildim. Nima qilaman? F5. Voy, qancha chiqdi? 0 dan boshlab 9 ga ketdi. Bu yerda mana qisqa bir yakun chiqara olamiz. Halqa, qaranglar, agar shu o'zgarguvchini tirnoqni ichiga yozsam, uni qiymatini bergan deymiz. Agar qiymatni yozish yoki yozmaslik muhim emas ekan bu yerda, uni ichiga xalqan bir şeyni xalqan bir jumla yozsam, nima qilibki, shu halqa tugugichilik shuni qayta ijro qilgan degan yakunga bora olamiz. Endi qisqa bir yakun shu. Agar siz shu halqani ma'lum bir ishni yoki ma'lum bir buyruqni qayta ijro qilmoqchi bo'lsangiz, shu boshqa o'zgarguvchiniki qanchalik bo'lishi muhim emas. Siz kimga qaraysiz? Shuniki doirasiga qaraysiz. Qancha qitim ishlataman deb. Qaramayda 10 qitim dedim. Ama 9. Nimishqa 0 dan boshlagan uchun 9 ga ketdi, ama jami qancha? 10. Chunki 0 dan boshlab 9 gacha 10 qitim buni devri qildi deymiz. Devri yoki takrorladi deymiz va buni qilgan bo'ldik. Yaxshi. Endi mana bugun mana mushu mashqlar ikkinchi bir forniki, ya'ni alqiniki qo'llanilishi ma'lum bir buyruqni takror qilmoqchi bo'lsa, qilishimiz deymiz. Yaxshi. Buni ko'rib oldik. Endi biz yana bir ikkinchi bir shaklda buni forni analiz qilib boqaylik. Nima mazmuni? Halqining ichida halqa shakli bo'ladi. Masalan, qanday ishlaymiz? Qaranglar, mana qilib boqaylik. Masalan, sizga o'xshash, yana bir chekdim. Menga ham bir for yozib boqay, qaranglar. Bir for yozib boqay. Xalqan bir o'zgarguvchi. Masalan, k deb yozib boqay. Qaranglar, deb yozib boqay. In range deb boqay. In range deyman. Nima qilaman bu yerga? In range deb turib, xalqan bir son bersam bo'ladi. Masalan, qancha yozay? 3 yozay. 3 yozib turib, qaranglar, menga nima qilamanda
tekrar qo'sh chekit qo'yman. Chunki bu for jumlasi bo'lgani uchun qo'sh jumla bilan qo'sh chekit bilan to'xtash kerak. Mana qaranglar, panampay chiqdi endi. Endi benim ish qilman yana. Qaranglar. Print post qitim qaniz baqay. Bu qitim qaranglar. Yana bir shaharni ismi yozaydi. Bizning poytaxtimiz Urumchi yozaydi. Urumchi. Mana klub taxtasiga gaplar kichikkan, qo'ldan tez ko'mak emas bunaqa. Urumchi yozatdim. Mana endi mana ijro qilib boqaylik. Mana qanaqa control save qildi. Mana qaranglar, ekranimga chiqqan narsalar bir-birlab aralashib ketdi. Shuni men nima qilay? Ikkinchi deb qo'yganda, boshqa qilib meshq 2 deb yozib qo'yay. Sizlar xohlagan bir narsa yozsanglarmi bo'ladi. Shunda meshq 2. Tamam. Control save qildim. Mana boshqa hech qanday masala qarab qo'yaylik. Mana men shu programmani hozir ijro qilmay turay. Sizlar sanab qo'yinglar. Qancha qitim Aqsu degan xatni ekranga yozdi? Qancha qitim Urumchi degan xatni? Faraz qildinglarmi? Sizlarga 10 sekund vaqt berdim hozir. O'ylab qo'yinglar. Aqsuni qancha qitim bosamiz? Urumchi deganni qancha qitim bosamiz? Mencha cho'qim mana faraz qilib qo'ydimlar. Endi biz ijro qilib boqaylik. F5. Voy. Qancha ketdi bu? Qaranglar. Aqsuni qancha qitim bosdi ekranga? Qaranglar. Aqsu 1, Aqsu 2, Aqsu 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Nishqa? Chunki 10. Demak, buni shu Aqsu degan xatni 10 qitim besatdim deydi. Tushundingmi? Tamam. Bunda bir masala yo'q. Bunda bir alohida ahvol yo'q. Endi Urumchiga qarab boqaylik. Urumchi qancha qitim besatdi? Qaranglar mana. Nima to'xtatdi? Qashqar 2, mana besatibdi. Mana ijro qilibdi. Undan keyin Malqiga ketdik mana. Boshqa qani besibdi? Aqsuni besibdi. Qaranglar mana. Aqsuni besibdi. Undan keyin Aqsuni kim? Undan keyin qayerga ketdi? Malqiga ketdi-da. Bu halqa nima deyapti qatamsizlar? 0 dan boshlab 3 ga ketaman deydi. Shuni halqani 3 qitim ijro qilaman deyapti. Qaranglar, qarab boqaylik. Bas shunami. Mana Aqsu 0 dan besibdi. Undan keyin qaranglar 3 qitim ijro qilibdi mana. 1, 2, 3. 3 qitim ijro qilib bo'lgandan keyin qayta nega ketdi? Yuqori chiqdi-da bu. Chunki T qancha? 1. 1 10 dan kichikmi? To'g'ri, 10 dan kichik. Undan so'ng qayta sirt qalqadan tugmagan bo'ladi. Shu qaytadan ichidagi halqani ijro qiladi men tekrar. Keyin qanchadan boshlandi? Yana 0. Qaranglar mana. Boshda Aqsuni 1 qitim besatgandan keyin yana 3 qitim, yana 3 qitim, yana 3 qitim, yana 3 qitim. Toplam qancha? Mana 3 ko'paytman 10 toplam 30 tane Urumchi degan xat bor bu yerda. Sansanlar. Endi qisqa bir yakun chiqaraylik bu yerda ko'p ilgirlamay. Agar bir halqaning ichida boshqa bir halqa bo'lsa, bizning Python programmi shunday ijro qilinadi deymiz. Oldi bilan ichidagi halqa tugish kerak. Qanday? Bu ichidagi halqa tugab bo'lgandan keyin, ananiki tashqarqi halqınınki o'zgaruvchisini tekshiraydi. Mush o'zgaruvchi shu biz bergan doiraning ichida bo'lsa, yana qaytadan halqa yangidan boshlanadi. Bu qitim ichidagi halqa qanday? Yana bir qitim takror qiladi. Yana bir qitim takror qilindi. Qayergachilik? Ichidagi halqiningki biz belgilagan doiragachilik. Shu doira tugandan keyin sirtqa chiqadi. Qaytadan mana sirtqa halqiningki o'zgaruvchisi bir qitim tekshiraydi. Shu qarasanglar mana ko'rganimdek biz qancha qitim ishlatgan bo'ldik? 10 ko'paytirilgan 3, 30 tane Urumchi bo'lgan bo'ldi. Qancha tane Aqsu bo'lgan bo'ldi? 10 tane Aqsu bo'lgan bo'ldi. Nimishqa? Chunki mau Aqsu degan buyruq faqatlikam qanday? Mau for sirtga halqalar munosabatli mau. Ammo ma ichidagi Urumchi-chu. Bu Aqsu ichidagi halqalar munosabatli. Ammo bu o'zining ichida yana bir halqa bo'lganligi uchun Urumchi oldi bilan mana ma ichidagi halqa tarafidan tekshiriladi. Tugatgandan keyin sirt halqaga keladi, yana bir qator halqaga keladi. Xalsanglar mana shunda ichiga nurg'ungan halqani yozg'ili bo'ladi. Bu hamma programlama tillarida o'xshash. Endi so'rashinglar mumkin. Shunda ichiga